ustunsiz 25 metrgacha tom yopish xizmati. Do'stlar, ko'pchilik biladi, ya'ni konteyner profildan bo'ladi. Hozir akalarimiz to'yxonaga ustunsiz 22,5 metr, uzunasi qancha edi Yorqin aka? 18,5 metr. Assalomu alaykum. Yorqin aka, charchamang, ishlar yaxshimi? Xudoga shukr, zo'ram. Bu ipda baylanganiga ahamiyat bersanlar, do'stlar, shunday kranda akalarimiz chiroyli qilib ko'tarib qilib berishyapti. Endi taxta tomda olib kelib, hali 50 kishi, 60 kishalik ko'tarib, qiynalib yurish kerak emas, aka. Xudo xolasa. Zamonaviy tomlar bo'lib ketdi. Zamonaviy tomlar bo'lib ketdi. Buni ko'pchilik boshida aytib, suvga chidamlimi deb so'rashyapti. Suvga 100% chidamli. Ya'ni bu konteyner profildan yasalgan bo'ladi. Shuni hisobiga. Konteyner profil ahamiyat bersalar, ya'ni dengizlarda yuradi, suvga chidamli bo'ladi. Undan muammo yo'q. Muammo yo'q undan. Xo'p, aka, zichligini qanchadan qilyapsizlar? Orasini aka 1,5 metrdan qo'yapti. 1,5 metrdan qilyapsizlar. 1,5 metrdan qo'yiladi. Mana do'stlar, kranda ko'tarilishini ko'ryapsizlar. Shu holatda o'zlari ko'tarishadi, tevada akalarimiz bo'ladi. Daraxtga qochib turamiz endi, teg ketmaylik. Xudo xolasa. Hozir necha metr hozir uzunasi aka? Aka, firmani eni 22 metr. Aha, yana. Zdaniyani 18,5 metr zdaniyani. Aha, yana. Kvadratiga aka 400 kvadrat chiqadi aka. 400 kvadrat chiqadi, xudo xolasa. Chiroyli qilib. Xo'p, aka, hozir bu kranni hozir tevaga olib chiqsa nima qilishadi? Suvarkalashadimi? Ha, qarab turing aka, hozir mana suvarka bo'ladigan jarayonni ham ko'rsatib ko'rasiz. Shunday olib, uni tepada yurgan akalar suvarka qilib ustanib qilib ketaveradi aka. Tevadagilar. Ha, tevadagilar. Hozir suvarka qilib ketishadi, aka. Bu hali nimjon bo'lib qolmaydi? Yo'q, nimjon bo'lib qolmaydi aka. Baquvvatlariga hamma yo'g'iga javob bo'ladi. Do'stlar, birozgina baqir-chaqirga ahamiyat bermaysizlar. Hozir ish jarayonidamiz, yo'q kadr qilyapmiz. Hammaga. Bag'in necha dedingiz? 18 dedingiz? 18,5 metr. 18,5 metr asosan eniga qilingan. Hozir bu bitta to'yxona? Ha, to'yxona. To'yxona qilingan. Общий 400 kvadrat. Общий 400 kvadrat. 400 ga yaqin bo'ladi. Hozir necha kunda chiqib ketasizlar hozir? Aka, ishni boshlaganimizga bugun Xudo xolasa aka, bir haftada tayyor holatda qildik firmalarda. O rekalarni ham to'qidik. Aha, tayyor qilib. Endi 3 kun kraska uy egasi kraska ham qilib beringlar debdi aka. Ha, bexos kutilmagan. Ha, kraska qilib beringlar dedi, bo'ldi deb 3 kun kraska 10 kun bo'lib qoldi aka. Endi mana hozir havo jahon yaxshi bo'lgani uchun uncha cho'zilib qoldi aka. Hozir tezlashtirib qilib beramiz imkon qadar. Qilib beriladi. Hozir bir hafta bo'lgan bo'lsa, yana necha kunga ish qoldi aka? Aka, yana yo'q, aka, xudo hozir bugun kechgacha firmada terib olsak, firmalarda. Ha, teriladi. Ha, teriladi, keyin rekalarni qotiriladi. Misol, ya'ni 2-3 kun ish qoldi aka. 2-3 kunlik qoldi. Hozir nimasini ham yopib berasizlar, shifat. Profnasini, tunikasini qotirib beramiz aka. Uni endi o'zi olib beradi-da, to'g'rimi? Tunikani aka, o'zi olib beradi. Biz o'zimiz qotirib beramiz. Ha, qotirib beriladi. Qarang, faqat xizmatiga aka 15 mingdan 20 minggacha qo'shilib qoladi. Kvadratiga qo'shilib qoladi aka. Endi kvadrat deganda yerdagi kvadrat hisoblanadi. Bunikini hisoblasa boshqacha bo'lib ketadimi? Aka, joyda aytadi, to'g'rimi? Ha, joyda hisoblanadi. Firmamiz qarang, hozir 22 metrlik firmada aka. Aha. Shu 22 metrlik firmani o'lchaymiz. Zdaniyani keyin uzunini o'lchaymiz aka. Eni bilan uzunni. Shunda ko'paytirib chiqarib beramiz. Endi hozir zichligi 1,5 metr deyaptilar. Agar undan ham zich bo'lsa, kvadrati o'zgaraveradi. Kvadratdan o'zgarib qoladi. Imkon qadar aka joyida kelishsa ham bo'laveradi aka. Ha, joyida kelishsa. Joyida katta ob'yem bo'lsa, katta ob'yem bo'lsa, endi ko'pchilik kvadratiga deganda nima desangiz, hamma har xil tushunib qoladida aka. Shunday holatda bo'ladi. Xo'p, aka, hozir kranda kimdan bo'ladi? Kran ko'pchilik so'rayapti. Aka, kranni hozir tayyorga qo'shib qo'yamiz aka. Yo'q, bo'lmasam uyda egasi o'zim tanishlarim bor, kran qilib beraveraman deydigan bo'lsa, uyda egasidan bo'ladi aka. Endi ko'proq hozir endi uyda egasidan uyda egasi o'zi qilib beryapti kranni. Ko'proq o'zi qilib beryapti. Endi aka, bunda kran endi hamma ishimizni emas aka. Ha, mana shunaqa ishlar. Endi demoqchi, mana katta firma bo'lib ketadi aka, 22 metrlik firma bo'lib ketadi. Shularga aka kran. Mana 10 metrgacha aka o'zimiz urishni olaveramiz, 10 metr, 12 metrgacha. Mana bunday holatda baland bo'ladi. Ya'ni buni o'sha nimalar olib bo'lmaydi. Mana shunaqa qilib su akalarni chiroyli qilib aylantirib, guliga qilib aka. Yorqin aka chiroyli qilib berishadi. Ha, do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni aylantirib chiroyli qilib berishyapti akalarimiz. Hozir bu kranni qanaqa qilishdi hozir? Necha metr hozir o'zi? Necha metr tevada turibmiz aka? Aka, hozir 2-etajda turibmiz aka. 2-etajdamiz. Taxminan ikkinchi etaj tom yopilyapti aka. Tom yopilyapti. Shu hisobiga mana vanetdan, ya'ni pastki qatordan olinadi do'stlar, kranimizda. Kranda olinadi. Keyin shunday holatda qo'yiladi. Hozir
endi nomiga ulab berishadi endi, to'g'rimi? Hozir tayini aka murullatib tashlaganmiz-da, aka chekasiga. Murullatib tashlaganmiz, shunga svarka qilib ketilaveradi firma. Keyin ustiga rekalarni qotiramiz aka. Har 65 sm reka qotiriladi. Tayidan 5-6 qator vassali yurgiziladi. Tayyor qilib beriladi. Mustahkam bo'ladi aka o'ta. Qilib beriladi. Hozir mana do'stlar qo'yishyapti. Endi batini ko'pchilik so'rayapti. Xo'p, zichligini aytganimizda har 1,5 metrga qo'yib bergansizlar. Aytgan stoykati endi, stoyka desa, ya'ni tayyor holatda bo'ladi, shunday holatda. Turishadi akalarimiz, hozir shotalar olib qo'yishdi. Qilib oralariga hali ustidan ham beriladimi? Svязка? Shu oralari tayiga, qarang aka, mana filmalar qo'yib, endi tayiga bir 5-6 qator vassali yurgiziladi. Keyin tepasiga har 65 sm reka qotiriladi aka. Reka qotiriladi. Provnas tunika qotirishga tayyor qilamiz. Tayyor qilishadi. O'shini hisobiga qilinadi. U ham temirdan aka, rekalarimiz. Reka deganda ko'pchilik reka deb tushunadi. Yog'och reka emas, temirdan bo'ladi. Temirdan reka qilinadi. Konteynerdan bo'ladi. Zo'r gap. Aka, hozir batda 1 kvadrati necha bilan qilib beryapsizlar aka? Aka, bu yerda 1 kvadratini aka, qarang, tunikasi, uydagasi olib beryapti. Yopib berish xizmatimiz bilan aka 190 ming so'mdan qilib beryapmiz aka. 190 ming so'mdan chiroyli qilib beriladi. Nima ancha qimmatli sababi aka, enini qarang 22 metr. Aka. Usiz ketyapti. Usiz ketyapti. Shuni hisobiga 190 ming so'mdan qilib beryapmiz aka. Qilib berilyapti. O'shanisi bo'lsa, o'zi eng arzon necha puldan aka? Aka, 150 mingdan 220 ming so'mgacha. 150 mingdan endi mana shu nima endi bu ham devorlari tayyor bo'lsa, firmani holatiga qarab aka. Ko'pchilik endi bunday bo'lyapti aka, hali tushunmayaptimi kvadrati qanday. Aka, imkon qadar joyni ustida aniq qilgizaman deydigan odamni chaqirsa, borib tushuntirib, firmani orasi qanaqa, necha metr, qanaqa firmalar hamma tushuntirib beramiz aka. Chiroyli. Kvadratiga tushunaman deydigan bo'lsa aka, 150 ming so'mdan 220 ming so'm. Telefon qilsa aka, aloqa etsa, o'zimiz tushuntirib beraveramiz. Chiroyli qilib. Xudo xolasa. Endi bu do'stlar ish jarayoni. Bizda tayyor joylaringiz ham bor. Bor aka, hozir. Endi atga o'tsa, aqda yana bir xotirjam to'lig'ini beramiz. Xudo xolasa. Do'stlar, mana 1000 kvadratli keyingi obyektimizga keldik. Batga nima bo'lyapti Yorqin aka? Aka, bu yer dam olish sanatoriyasi bo'lyapti. Sanatoriya qilyapmiz aka. Xudo xolasa, chiroyli qilib. Bu 2-etaji, o'rtalarini bo'lib bo'ldi. 2-etaj aka. Xudo xolasa, hozir 4 ta adashmasam, 4 ga bo'lingan. 4 ga bo'lingan. Katta kamli qilib. Chiroyli qilib berishyapti akalarimiz. Buniki endi bu boshqacharoq bo'lgan aka, narigi joyimizga nisbatan. Bu boshqacharoq bo'lgan aka. Endi u yer to'yxona bo'lgan aka. To'yxonalar uchun eni 22 metrli firma yasaganmiz. Tepa qismi qilib o'zi bor. Batacha ensizroq, ha? Bu yer 15 metr aka. 15 metrgacha. Endi 15 metr, uzunligi 53 metr. 53 metr. Xudo xolasa, chiroyli qilib mana akalarimiz qilib berishgan. Keyingi joylarimiz bor. Endi haligi boshida aytgan savolimiz. Ko'pchilik uyga qilib bo'lmaydi, lomboz bosib bo'lmaydi deganlar. Mana aka, u tayyor reklama qo'yganmiz aka. Mana do'stlar. Tayyor qilib tomigacha yopib bergan. Tomigacha yopib. Mikrofon nimasidan yopib, chiroyli qilib berishgan. Profnasillar qilib berishgan. Batlarni endi yopasizlar. Xudo xolasa. Chala joyi bor. Chala joyi bor. Chala joyi bor. Xo'p, penalar qilib bergan, bemalol ko'taradi. Loyda ham ko'taradi, bemalol ko'taradi aka. Muammosi yo'q aka. Xudo xolasa, zo'r gap. Narigi joylarda ham qilishyapti ekan, hali ular ham bitgani yo'q, to'g'risi do'stlar. Tunikaga profnasilga tayyor qilib berilgan. Profnasilga tayyor qilib berdik. Endi xudo hozir profnasilni ham o'zimiz xotirib beradigan bo'ldik aka. 15 ming so'mdan 20 ming so'mgacha senasiga qo'shilib qolyapti. Lekin profnasilni olib berishadi. Profnasilni olib beradi aka. Profnasilni olib beriladi, xudo xolasa. Profnasilni olib beradi. Chiroyli qilib. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. 1000 kvadrat bu endi naryoqlar qilib bo'lishgani, men sizlarga общийsini aytyapmiz. Profnasilda hozir mana akalarimiz o'zi pastda adashmasam hozir bitta mashina olib keluvdi. Olib kelib tayyor qilib berishgan mana narigi joyda. Olib kelib, ya'ni joyida egasi olib beradi do'stlar. Qoqib berish xizmati alohida kelishiladi. Batda profnasildan tashqari 1 kvadratni necha puldan qilib beryapsizlar? Aka, bu yerda profnasildan tashqari aka, mana shu holatga ikkitani profnasil qoqilishga tayyor holatga aka 170 ming so'mdan qilib berdik. 170 ming so'm. Profnasil bilan necha pul bo'lyapti endi? Profnasilni qotirish berish xizmati bilan aka 185 ming so'mdan tushyapti. 185 ming so'mdan qilib berilyapti, xudo xolasa. Bu yerda aka firmani orasi aka 130 dan qo'yilgan aka. 130 dan. Narigi joyimiz boshqacha edi o'zi. Aka, yana bundayda aka, hozir ko'pchilik telefon qilib kvadrati necha puldan deydi. Misol 180 ming so'mdan desak, firmani orasini so'rayapti-da. Bu firma bilan firmani orasi necha? Xolasa aka, misol kvadratiga emas, joyning ustiga borib kelishamiz deb chaqirsa, joyning ustiga borib qo'shni tushuntirib ham beraveramiz aka. Bu firmani orasini nechidan qo'yib beraylik.
misol 1 metrdan qo'yilsa seni o'zgaradida aka. Mana bundan oldingi videolarimiz, ya'ni boshida ham aytdim, bundan oldingi videolarimizda aka 120 mingdan 220 minggacha edi aka. Endi hozir 150 ming so'mdan 220 minggacha. 220 ming. Nima, materiallar narxi oshdi ancha. Materiallar narxi oshdi, to'g'ri, xudo xolasa do'stlar. Do'stlar, kimgadir qiziq bo'lsa, bu aytilayotgan narxlarning ichida O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatish, mahsulotini olib berish hamma yoqda o'z ichidan olib beradi. Endi qildirmoqchi bo'lganlar oldindan qanaqadir zalog tashlab qo'yish kerak. Aka, endi qilgizmoqchi bo'lganlar boramiz, xudo xolasa kelishib qoladigan bo'lsa, endi nima $100, $200 zakolat bersa, material, usta hamma yo'q bilan boramiz aka. Xudo xolasa. Instrumentlarimiz bilan. Borganimizdan keyin aka bizga 50-60% pul beriladi. Borgandan keyin. Borgandan keyin borib ishni boshlaganimizdan 50-60% pul beriladi aka. Buni olib qilamiz. Shunaqa qilib kelishamiz. Zo'r gapi do'stlar, pastda akamiz nomerlarni qoldirganmiz, bundan oldin ham Yorqin akamiz chiqarganmiz. Xudo xolasa foydalanganlar bor. Rahmat ham aytib o'rishdi. Hali akamiz xijolat qilayotgan ish qilgani yo'q. Bemalol pastda nomerlar aloqa chiqib, foydasidan oldim sizlar ham. Xudo xolasa chegirmalar qilib berasiz, bor, chegirmalar aka, chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlarga rivoj Yorqin aka.